Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengeshining komissari Michel Bacheletning 5-oyda Sharq Turkistonni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabar e'lon qilingandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlari buningga nihoyatda kuchli inkoslarni qaytardi. Wall Street jurnali gazetining 9 mart kuni xabar berishicha Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali komissari Michel Bachelet Sharq Turkistonni ko'zdan kechirish to'g'riliq Xitoy hukumati bilan kelishim hosil qilgan bo'lib, Xitoy hukumati uningga Xitoyni va Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga ruxsat qilganligini bildirgan. Afsuski Michel Bacheletning Xitoyning ijozatiga bildirgan inkosi kuchli bo'lmagan. Buningdan kishilik huquq tashkilotlari Birleşken Devletler Teşkilatıning Xitoyda bo'layotgan milliy zulm va assimilyatsiyaga pozitsiya bildirishda Xitoy hukumatiga bo'ysunib ketishidan andish qilmoqda deyishgan. Xalqaro kechirim tashkiloti bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilib, Michel Bacheletning Xitoy ziyorati uningga o'xshash kishilik huquqni nazorat qiluvchilarning Uyg'urlar va ashu rayonda yashaydigan boshqa musulmonlarga qaratilgan kishilik huquq tafsandachiligiga mas'ul bo'lishdagi muhim bir qadam ekanligini. Oliy komissarning Xitoyda ilib olmoqchi bo'lgan har qanday ziyaratining mustaqil va to'solg'usiz bo'lishining texmi muhim ekanligini ta'kidlagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq deb yozgan. Ilgari diplomatlar va muxbirlar Xinjiangni ziyorat qilganda Xitoy hukumati tomonidan astoydillik bilan soxta sahnalar o'rinlashtirilgan edi. Xitoy hukumat amaldorlari uzundan buyon Xinjiangdagi kishilik huquq ahvoli to'g'risida qasddan xato uchurlarni taqib kelyotdi. Davlat kontrolligining to'sqinligiga uchragan bu qitimqa amaliyotni tekshirish xizmati Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini oqartish roli o'ynashi mumkin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu qitimli Xitoy ziyarati hatta Xitoy hukumatining tashviqotini ilgari surishi mumkin. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining ijroiya direktori Kennis Rus Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashida Michel Bacheletga qaratgan so'zida mundaq degan. Biz 2017-yildan beri Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlarning dini, tili va madaniyatiga qarata yurgizayotgan ig'ir dafsandichiliklar haqida sizlarni ogohlantirib keldik. Hozir qanoatlanishga vaqt yo'q. Chunki jiddiy hal qilishga tegishli ig'ir jinoyatlar hozir davom qilyapti. Biz sizning vazifangizni to'liq ado qilib, dokladni amdi yana kechiktirmay e'lon qilishingizni va kengashning bayqagan natijalarini ko'rsatishini jiddiy talab qilamiz. Michel Bachelet Janvardagi kishilik huquq kengashiga o'z ishxonasidagi xodimlarini kelar oyda uning ziyoratiga tayyorlik qilish uchun Xitoyga oldin avatadiganligini aytgan. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı kengashida turishliq bosh elchisi qarshi oladiganligini bildirgan. Kuzatuvchilarning diqqat nuqtasi asosan Xitoyning nima uchun Michel Bacheletni Xitoyga kelishiga qo'shilganligi haqida bo'lmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga oshkorlashda xalqaro rol o'ynagan tadqiqotchi Adranziniz apandi bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq dedi. Xitoy yolg'ondan sahna yasashga noyida usta. Hozir 2022-yil bo'lib qoldi. Ularga yetarli vaqt berildi. Bu ishlar 2017-yili boshlangan. Bu tekshirish 2020-yili koronavirusi bahonasi bilan kechiktirildi. Birleşken Devletler Teşkilatı bilan Xitoy o'rtasida bir kelishim tuzildi. Ammo nimalarda kelishganligini bilmaymiz. Michel Bacheletning ziyorati haqiqiy bir tekshirish bo'lmaydiganligi aniq. Xitoy hukumati bu ziyoratni o'zining jinoyatini oqlaydigan bir fursat qilib ishlatadi. Bu texmi xatarlik. Meningcha Michel Bacheletning bag'inidan bomig'ini yaxshiroq edi. Chunki u bir yuqori darajalik amaldir. Xitoy naq mushuningdan foydalanadi. Aslida Michel Bachelet o'zi berishning o'rniga oz deganda yarim yil Xitoyda turib tekshiradigan bir hay'atni cheklamasiz holda dokladdagi narsalarni tekshirish uchun Xitoyga avatishi kerak edi. U degan oldirish yuqori darajalik amaldir. U faqat necha kunlik ziyoratda bo'ladi. Xitoy tayyorlagan narsalarni ko'z tutib yo'lga qo'yib qo'yadi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu munosabat bilan 8-mart kuni dunyoning har qaysi joylaridagi 200 ga yaqin fuqaroviy tashkilotlar bilan birlikda kollektiv bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bachelet xonimdan mazkur kengashning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqida tayyorlab chiqqan umumiy dokladini tezdan e'lon qilishni talab qilgan. Bayonotda qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning Michel xonimning Xitoy ziyorati bakmu ushtumtut e'lon qilindi. Ammo masala ularning Sharq Turkistonda cheklamasiz ziyorat qilish imkoniga ega bo'lish yoki bo'lolmasligida degan so'zlarga o'rin berilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken oldingi hafta kishilik huquq kengashida so'z qilib, Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan ayblagan va Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy kengashining dokladni e'lon qilishga chaqiriq qilgan edi. Adranziniz apandi bu vaqtda mundaq dedi. Ular balkim dokladga bu qitimliq ziyoratning natijasini qo'shib e'lon qilishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ammo dokladning natijasi Xitoyni bearam qilishdan ansirab e'lon qilmagan bo'lishi eng cho'ng ehtimollik. Balki Xitoy o'zining obraziga ta'sir ko'rsatishni o'ylagan bu dokladni Olimpikdan keyin e'lon qilishni talab qilgan bo'lishi, hatto bu qitimqi ziyoratdan keyin e'lon qilishni talab qilgan bo'lishi mumkin. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson o'zining bu vaqtdagi fikrini o'ttirg'a qo'yib mundaq dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın eng yuqori darajali kishilik huquq diplomati kishilik huquq tafsandichiligining ziyonkashligiga uchraganlar bilan bir sapda turmadi. Qarmoqqa Michel Bachelet zulmga uchraganlarning emas, zolimning yenida turishni tanlagandek turdi.
Agar bu qitimliq tekshirish xizmatida samimiy bo'lsa, oldi bilan tayyorlagan dokladini oshkorlasin. Agar u dunyoga, bo'libmi Uyg'urlarga bu 5-oydagi ziyoratining kishilik huquq nuqtasidan ishonchlik, ochiq oshkora bo'ladiganligini bildirmoqchi bo'lsa, oldi bilan dokladni e'lon qilishi kerak. U bu orqali faqat o'zining ishonchlikligi va qonun bo'yicha ish bajarayotganlik e'tiborini yo'q qilmasdan, balki yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq sistemasining ishonchlikligi va qonunlik e'tiborini xatarga uchirtib. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myonxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Oldingi hafta qurultay raisi Dolqun Aysa apandining bevosita riyosatchiligida 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga tayyorlik komiteti qurib chiqilgan va tayyorlik komiteti tarkibida 4 komissiyon ta'sis qilinib, qurultayning siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram programma komissiyonining mas'ulligiga, qurultayning tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raisi Parat Yo'lonqoch kotibotlik komissiyonining mas'ulligiga, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin kutuvilish va orqisab komissiyonining mas'ulligiga, qurultay fondining raisi Abdujalil Ahmad iqtisodiy komissiyonining mas'ulligiga tayinlangan edi. Dünya Uyghur Qurultayının siyosiy va strategiya ishlariga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram apandim bu munosabat bilan stansiyamiz tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur ovoz suhbat programmasida qilgan so'zida 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirishning zaruriyati haqida to'xtalib mundoq dedi. Aslında bu ikinci Milli Kengash yig'ini birincisini şu 2017'den keyin 2018gacha bo'lgan jarayonda nurg'un vaqalar, nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zgarishga qarta yani qanday ilib boramiz deb plan shudi. Ondan keyin şu kasalliklardan topayilib aldıraşılıktan topaylı bunu kılamadık. Hazır endi bunu ikincisini kılmakçı. Esasen bu sebepnin ki birincisi xalqaradaki bu siyasi, iqtisadi, xavfsizlik cihetdeki tamponluklar özgerdi. Bu Amerika'nın ki Sovyetler gelgenden keyin yoki ular yemirilgenden keyin Amerika dünyanın ki yegane büyük kuch bo'ldi. Bu dunyo deganim hamda yer shaharning ham yerni ta'sir yetkazadigan bir kuchga ega bo'ldi. Faqat Afg'oniston urushi, Iroq urushi bular anandaki Amerikaningki yer shaharni ta'sir yetkazadigan kuchni ojizlatib qo'ydi. Bunun bilan birlikda Xitoydek, Hindiston, Rossiya, Braziliya degandek davlatlarning yuksalishi bilan birlikda yine Amerika'nınki abaqadigan yashar kuchini ojizlashtirib qo'ydi. Meni hozir davatga Amerika'nın yashar ta'sir kuchi Amerika'nınki o'zining kuchi emas. Amerika hozirgacha dunyoninki eng cho'ng kuchidir. Ya'ni navbatga qo'ydigan bo'lsa. Shuning bilan bu dunyodagi nurg'un sohalardagi bu o'zgarishlar boshladi. O özgürlükler bizdeki davaga bazı fırsatlarını yaratkan oldu. Çünkü bizdeki davamızın bilimiz kolumuzda o güç yok. Güç deginim hem de siyasi, iktisadi, insan gücü degende, teknoloji degende güçler yok. Şununla biz xalqaranın vaziyetinin özgürlükten qandaq fayda ilish ve qandaq bir utuqluqni qo'lga tushirish bizdeki esas bir metodumuz hem de siyasetinin. İkincisi bu davanın ki xalqaravileşişi. Yani 2018'nin 8. aydan itibaren xalqaranın ki siyasi merkezge Şark Türkistan yoki Uyghur meselesi kelgan bo'ldi. Bu xalqaralashish meselesi aslında mushu 49'dan keyin chet elga chiqqan bizdan avvalgi liderlar va mujohidlar buni qilishga tirishgan. Ama o'z vaqtida avvalman degan xalqaro vaziyatlarning o'zgarishi bo'lmagan. Qiliblashgan, sistemlashgan, muqimlashgan bir tuzum bor. O tuzumlar o'zgarmagicha bu bizningki liderlarningki talablariga javob bergani yo'q. Ama hozir bu Şark Türkistan ve Uyghur meselesi xalqaravileşgandan keyin nurg'un ishlarni qilishga to'g'ri keldi. Yana shunga egishib hamda ya'ni xalqaravilashishga egishib
nurg'un tashkilotlar qurildi. Bu tashkilotlarning ba'zilari funksiyalik, ba'zilari funksiyasi yo'q. Shunda bo'lsa-ma, mushu tashkilotlar bilan birlikda xalqaroylashgan tashkilot davoni qanday ilib berish masalasi kun tartibga kelyapti. Va buni hal qilish uchun cho'qim Milliy Kengash degan bir ramkada yoki bunday bir minbarda bu meselelerni müzakere qilishga to'g'ri keldi. Ya'ni bundan keyin ishni qanday ilib boramiz, qaysi ishni kim qiladi, qaysi tashkilot qiladi? Chunki bizningki chet elda jiq kuchimiz yo'q. Bu kuchni eng muhim yerlarda ishlatish lozim. Shuningga bu Milliy Kengash yig'inining ahamiyati mishada paydo bo'ladi. Yana bir bununla ergişip yani bir sebep olsa, Turkistonda ilip bağan bu Xitoyninki zulüm siyaseti bağan sırı ağırlaşıyordu. Halkımızın üstündeki bu bisimlerini kaldırış ve yenilikleştirişmen chet eldeki teşkilatlarınki bir vazifesidir. Bunu mu kandak kılış meselesinin müzakere kılış için çokum teşkilatlar bir yere gelip müşteri akıl ile ve müşteri bu fikirlerle ve icraî metodlarının, yöntemlerini izlenişe mecburlardı. Yani jığıp kelgen çağda davanın seviyesi bir yere geldi. Bu davanın tekimi mevcut kutukluklarını qoğdap kılış ve mevcut vaziyetini qanday terakki kıldırış degan meseleni hal qilish uchun tashkilotlar bir yerga kelib buni sözleşip bununki siyasetini belgileş ve çare tedbirlerine kadar iliş meselene müzakere kılışka bir mecburiyet hem de zörür buluyordu. Şununla hazır bu ikinci nöbetlik bu Milliy Kengash yig'inini içişe plan kıldık. 8 mart Xalqaro ayollar bayrami kuni munosabati bilan İstanbuldagi Uyg'ur va Turk ayollarining Xitoyning dahshatli zulmi ostida azob tortayotgan Uyg'ur ayollari uchun ko'k yurish faoliyati ilib bordi. İstanbul Fatih Jamiyasi oldidan Saraçxona bog'cha maydonigacha ilib berilgan bu ko'k yurish faoliyatini Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Sharq Turkiston Nozgun madaniyat va oila jamiyati qatorliq ommaviy tashkilotlar birlikda uyushtirdi. Ko'k yurishga ko'p sonda Uyg'ur va Turk ayollar qatnashgandan sirt yana ko'p sonda Uyg'ur erlarmi qatnashib, mazkur faoliyatni qo'llab-quvvatladi. Yurish jarayonida ayollar qo'llarida oy yulduzli ko'k bayroqlarni ko'targan holda Sharq Turkistonlik ayollar yolg'iz emas degandek shuorlarni to'ladi. Ba'zi namoyishchilar qo'llarida Sharq Turkiston uchun ovoz chiqa, Sharq Turkistonlik ayollar tortayotgan zulmni to'xtat deganga o'xshagan xatlar yozilgan viviska taxtaylarni ko'tarib yurdi. İstanbul Fatih Jamii oldidan yurishni boshlagan namoyishchilar 1 kilometrdek yo'l yurib, Saraçxona bog'chasidagi maydonda to'plandi va u yerda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Axborot e'lon qilish yig'inida namoyishchilarga vakolatan Sharq Turkiston Nozgun madaniyat va oila jamiyatining raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim bayonotni o'qib o'tdi. Munavvar O'z Uyg'ur xonim 8 mart Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamalgan iffat va izzat obro'ylar dafsanda qilinayotgan xonim qizlarning ahvozlarini dunyoga yetkazish, insoniyat dunyosini Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qilish maqsadida ko'k yurish nomidagi bu faoliyatni uyushtirganligini bildirdi. U Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan har turli zulmining dunyoda misli ko'rilmagan darajada og'ir ekanligini ta'kidladi. Munavvar O'z Uyg'ur xonim bayonotida Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi qiz ayollarga qaratayotgan xohlagancha tutqun qilish, jazo lagerlarida kollektiv oyoq osti qilish, tug'mas qilib etish, Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash, atalmish qo'shmoq tuqqanchilik siyosati orqali oilasida nazorat qilish, majburiy emgakka silish, surgun qilish, oilalarni pochlab farzandlardan ayirish, milliy kimligini va diniy ibodatlarni cheklash qatorliq jinoyatlarni birma-bir bayon qilib o'tdi. Munavvar xonim bayonotining oxirida butun dunyo rahbarlarini, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq xalqaroliq tashkilotlarni Xitoyning bu jinoyatlarini to'xtatishga, Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirishga chaqirdi. U yana islom dunyosini Sharq Turkiston masalasidagi mas'uliyatini ado qilishga, Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini uzishga, hatto mumkin bo'lsa Xitoyga iqtisodiy jazo yurgizishga chaqirdi. 8 mart kuni yana Turkiyaning Anqaradagi Hoji Bayram Vali jamiyasi oldida, Adana Ulug' jamiyasi oldida, Kastamonudagi Nasrulloh maydoni, Qorabukdagi Bozor o'rni jamiyasi maydoni, Qahramonmaraş, Qariqlali qatorliq 60 necha viloyat shahrida o'xshash kunda Xitoyga qarshi namoyish, yurish, axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. 8 mart Xalqaro ayollar bayrami kuni munosabati bilan atalmish Şinjan ayollar birlashmasi tomonidan o'tkazilgan 70 yildan buyon Şinjandagi ma'arif,
ayollar, balalar ishlari taraqqiyoti va ularning huquq manfaatining kapolatga ega bo'lishi degan temadagi muhokama yig'ini chet ellik kuzatuvchilarning kuchli masxarasiga uchradi. Xitoy xabarlari to'rining 9 mart kunidagi xabardan ma'lum bo'lishicha mazkur yig'inda atalmish Shinjang ayollar birlashmasining raisi Aynur Ahmad so'z qilib, ayollarni hurmatlash va bolalarni asrash jamiyatning madaniy taraqqiyotining muhim belgisi. Shinjangda ayollar va bolalar ishlari jush urib rivojlandi. Ularning qonuniy huquq manfaatlari qo'g'daldi deb jo'ylagan. U buningga misol qilib, ayollarning o'rnining yuqori ko'tarilganligi, ayol kadrlarning ko'payganligini tilga olgan. Uningdan boshqa yig'inda yana Shinjang ijtimoiy fanlar akademiyasi Millatlar tadqiqot institutining boshlig'i Li Xiaosha so'z qilib, yangi Xitoy qurilishdan burun Sharq Turkistonda yangi tug'ilgan buvaqlarning o'lish nisbatining yuqori ekanligi, 2020-yilga kelganda bu nisbatning eng tuvan chekka tushirilganligini bayon qilgan. U yana Sharq Turkistondagi yasli ma'arifining gullanganligini tilga ilib, 1949-yil Shinjangda 2 yasli bor edi. 2020-yilga kelganda 768 yasli qurildi deb chalva qilgan. Kuzatuvchilarning qarashi bu yig'inda tashviq qilinganlar reallikning naq aksichi bo'lib, Uyg'ur ayollari va bolalari jamiyatning eng ojiz qatlami bo'lish sifati bilan Xitoyning 70 yildan buyon davom qilib kelayotgan siyosiy harakat va xilma-xil bostirishlarning qurboni bo'lib kelgan. Bo'lib 2017-yildan keyin boshlangan irqiy qirg'inchilikda Xitoyning eng ig'ir hujum nishoni ayollar va bolalar bo'lgan. Turma va lagerlarda dahshatli xo'rlikqa uchragan ayollar, ota-onasidan ayirib etilib yetimxonalarga so'langan bolalar buning isboti ishkan. Bu yerda deyilgan 768 yaslining ichida ana shundoq yetimxonalarning borligi aniq bo'lib, 500 mingdan ko'p bolaning bu yetimxonalarda atalmish yotoqlik maktablarda xorliq va zorliq ichida yashayotganligi, Xitoycha tarbiya ilayotganligi ma'lum bo'lgan edi. New York vaqti gazetining xabar qilishicha, Amerika savdo ishlari ministri Gina Raimondo Rossiyaga yurgizilgan iqtisodiy embargoga pisat qilmay, Rossiyaga yordam berayotgan Xitoy shirkatlariga ajallik zarba beradiganligini bildirgan. Ya'ni Amerika savdo ministrligi Xitoy shirkatlari eng ehtiyojli bo'ladigan yuqori texnika mahsulotlari va yumshoq detallarni Xitoyga setishni cheklaydi ekan. Amerika 2020-yil Xitoyning Huawei shirkatini jazolab, uni Amerika ishlab chiqargan o'zakni ishlatishdan cheklayotgan bo'lib, bu Huawei shirkatining yonfuni va kang balvoq to'ri tijoratiga qattiq zarba bergan edi. Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin Amerika, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlar Rossiya bilan Belorussiyaga o'zak va yerim o'tkazgich qatorliq yuqori texnikalik mahsulotlarni setishni cheklagan bo'lib, Xitoy garchi Rossiyani qo'llayotgan bo'lsa-mu, Rossiyani bu xil mahsulotlar bilan ta'minlayolmaydi ekan. Ammo uni boshqa davlatlardan setib olib, Rossiyaga ta'minlab berish ehtimoli bor ekan. Iqtisodshunos to'rining xabariga qaraganda, Rossiyaning hozir Xitoy bankasida 90 milliard dollar qimmatidagi Xitoy puli saqlangan bo'lib, garchi Rossiya g'arb ellarining jazosiga uchrab xalqaro pul muomala sistemasidan qo'lab chiqarilgan bo'lsa-mu, Xitoy xalqaro pul muomala sistemasini ishlatib, Xitoydan mol kirgizmoqchi bo'lib yetibdi. Ammo mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy xalqaro pul muomala sistemasining mukammal ishga solinishi uchun necha oy vaqt ketadi ekan. Yana kelib bu sistemaga bog'langan chet el banklari yana xalqaro pul muomala sistemasiga bog'langan bo'lib, Rossiyaning chet ellar bilan bo'lgan pul muomalasini davomli cheklab turadi ekan. Reuters agentligining 9-mart kuni xabar qilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Zhao Lijian Xitoyning kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ziddiyatning o'tkirilishi va buzilishida Amerika boshchiligidagi NATOning sabab bo'lganligini aytgan. U yana Amerikani Xitoy bilan bo'lgan munosabatga astoydil qarashga, Xitoyning Ukraina masalasini bartaraf qilish va Rossiya bilan ittifoqlikni saqlash jihatdagi huquq manfaatini ziyonga uchratishni saqlanishga chaqirgan. Xitoyning Yer shari televiziya kanali xalqaro ijtimoiy aloqa torlarida Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishini oqlab, bu urushni Amerika bilan NATOning keltirib chiqarganligi haqida tashviqotini kuchaytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Bizning qinimiz sen uchun ey yurtimiz